dasturimizning doimiy ishtirokchisi, doimiy mehmoni, tibbiyot sohasi fidoyilaridan Yulduzxon Masharipova dasturimizda yana mehmon bo'lmoqdalar. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. To'y xayrli bo'lsin. Rahmat, sizlarga ham xayrli bo'lsin. Demak, nimalarnidir olib kelgansiz? Apelsin. Olib kelganman bugun. Xo'p, nimani tayyorlab bermoqchisiz va tayyorlagan narsangiz asosan qaysi kasalliklarga davo bo'ladi? Rahmat. Bugungi mavzumiz kurkuma, ya'ni o'zbekchasi zarchava degan nima deydi, tabiiy mahsulotimizdan foydalanamiz. Chunki bu mahsulot yoki o'timiz yoki ziravorimiz deb aytiladi, Hindistonda ishlab chiqarilgan, tarqalgan bo'lib, YouTube, mana Telegram kanallarim orqali bu preparat bo'yicha juda ko'p savol berishadi. O'shaning uchun oydinlik kiritish uchun mana beradigan savollar qanday qilib tayyorlab iste'mol qilaylik, nimalar bilan iste'mol qilganda ma'qulroq yoki ta'sirli doima oshadi degan savollarga ko'p berishadi. O'shaning uchun oydinlik kiritish uchun hamma narsani olib kelganman, ko'rsatib berish uchun va foydasini aytib berishim kerak. Avval mana kurkumin tarkibiga ega bo'lganligi sababli juda foydali mahsulotlardan biri hisoblanadi. Chunki bu organizmdagi erkin radikallarni chiqarib tashlashga, ya'ni organizm tozalash xususiyatiga egadir. Ikkinchi ta'siri bu yallig'lanishga qarshi hisoblanadi va uchinchi ta'siri qondagi qand miqdorini kamaytirib berish xususiyati juda yaxshidir va mana har xil og'riqlar, yallig'lanishlar, nerv asab kasalliklarini tinchlantirish, xotirani orqada qolishi yoki shunga mana asab sistemasiga taalluqli bo'lgan ko'p kasalliklar, demensiyalarda ham juda yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Yana mana og'riq qoldirish, yallig'lanish dedim, bo'g'im kasalliklarda juda yaxshi foyda beradi. Mana artrit, artroz, revmatoid artrit va shunga o'xshash kasalliklarda juda yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi ta'siri bu ozdirish, ya'ni metabolizmni yaxshilab berish. Aynan shu jigar atrofida to'plangan yog'larni eritish xususiyatiga egadir. Chunki bu hujayrada joylashgan fosfolipid deymiz, hujayralarimiz o'shani aktivlashtirish xususiyatiga ega bo'lganligi sababli atrofida to'plangan yog'larni kamaytirib berish xususiyatiga egadir. Mana ikkinchi dedim, qandli diabet kasalliklarida bilasiz, ular ko'proq insulin va metformin kabi preparatlardan foydalanadi. Bu preparatlarni nojo'ya ta'siri shundaki, mushaklar orasida joylashgan, hujayra orasida joylashgan laktat, ya'ni sut to'planishini mana kamaytirib beradi. O'sha metformin ichgan payti mushaklarda og'riq yoki lanjlik, og'irlik his etadi, o'shani kamaytirib berish xususiyatiga egadir. Endi hamma narsa foydali, to'g'ri. Lekin mana shifokor nazorati ostida buni qabul qilsalar va tartib bilan qabul qilsalar, hammasi yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Endi qarshi ko'rsatmaga kelsam, umuman iste'mol qilish mumkin emas degan joylar bor. Bu birinchi homiladorlarimiz. Chunki homiladorlarda bilasiz, bachadon mushaklar tonusini oshirib yuboradi. Ya'ni nima deydi, tug'ruq jarayonini tezlashtirib beradi muddatdan oldin. Ikkinchisi bu 2 yoshgacha bo'lgan bolajonlarda. Chunki buni allergik reaksiyaga moyil odamlar umuman iste'mol qilishi mumkin emas. Va uchinchisi oshqozon ichak yara kasalliklarida bo'ladigan yara jarayonlari, qizarish jarayonlarida mumkin emas. Va oxirgisi mana tosh hosil bo'ladi, to'g'rimi, organizmda. O't qopida, buyraklarda, buyrak jomida yoki siydik yo'llari va xaltasida sodir bo'ladi. O'shalarda iste'mol qilish mumkin emas. Mana shunaqa qarshi ko'rsatmalar bor. Endi tayyorlab ko'rsatsangiz. Endi tayyorlashga kelsak, mana ko'rib turibsiz, kurkuma. Kurkuma bu o'zini iste'mol qilsa yaxshi, lekin uni ta'sirini kuchaytirib berish uchun olivka moyi, keyin limon va ozgina qora murch kerak bo'ladi. Qora murchimiz mana dumaloq bo'ladi-yu, qora murch. O'shani ezib, keyin mana qo'shsalar yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Ano oddiysi to'g'ri kelmaydi. Tayyor bo'ladi-yu, o'sha to'g'ri kelmaydi. O'sha dumalog'ini o'zlari maydalagan holda iste'mol qilsalar, uni ta'sirli doimani oshirib beradi. Demak, doimiy tarzda iste'mol qilsa bo'ladi. Iste'mol qilsa bo'ladi, lekin buni sutkasiga 5 grammgacha mumkin. Ortiqchasi oshiqcha. Ya'ni 5 grammni ham bitta o'tirgan holatda iste'mol qilish mumkin emas. Mana oshqozon ichagimiz bilasiz mukammal joylashgan, buni hazm qilishga ulgurmay qoladi. O'shaning uchun o'sha 5 grammni xohlasalar sutkaga bo'lib 3 mahalmi, 2 mahalmi o'shanga iste'mol qilsa bo'ladi. Keyin buni o'zini og'izga talqon qilib iste'mol qilish mumkin emas. Bilasiz, og'iz bo'shlig'i shilq qavatimizga yemirib berish xususiyatiga egadir. Ishlov berib, ishlov berib va xususli uksus deymiz, sirka deymiz, o'sha
mahsulotlar bilan iste'mol qilish mumkin emas. Ana. Tushunarli. Xo'p, demak bizda bir stakan iliq suv bor. Mana iliq suvimiz bor. Iliq suv deganda mana qaynatib birpas qo'yib qo'yasiz 5-10 minut. tushundim. O'sha suv gradusi kamaygandan keyin iste'mol qilishimiz mumkin. Bilasiz, suvimiz 100 gradusda qaynaydi. O'sha 70-80 gradusga yetadi bizga. Mana bitta choy qoshiq bilasiz 5 gramm tashkil qiladi choy qoshiq. O'shani yarimtasi yoki 3dan birini mana foydalanamiz. Solamiz. Juda ozgina ekan. Juda ozgina solamiz. Aralashtiramiz. Keyin mana olivka moyimiz bor. O'shandan ham 1 gramm yoki 2 grammni solishimiz mumkin. Bu pipetkamiz 2 grammga mo'ljallangan. O'shaning uchun mana solib ichiga Ushbu moyni qayerdan olish mumkin? ushbu moyni aptekalardan yoki bozorlardan olishimiz mumkin. Gipermarket, supermarketlarda ham bor. Va keyingi mahsulotimiz mana limon. Limonni. Buni ham limonni choy qoshig'ida solib, Demak, suvni ajratib olamiz. bitta choy qoshiq yetarli. Va mana aralashtirgan holda iste'mol qilishimiz mumkin. Bir pas tursa, mana 5-10 daqiqa tursa, yana ta'sirlik doimiy oshirib, juda yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Ustini yopib qo'ysangiz juda yaxshi bo'ladi. Chunki mana parlanishi kurkumani eritib yuboradi. O'shaning uchun bu mahsulotni iste'mol qilganda mahsulotimiz issiqlikni yaxshi ko'radi. Mana iliq paytida iste'mol qilsangiz ma'qulroq. Yana bitta anaqasini aytmadim. Mana nafas yo'l kasalliklari bo'ladi. Mana hozir ayni payti. Qo'zish davri, mana kuz faslida bronxit, ORV, gripp va shunga o'xshagan kasallik, nafas yo'l kasalliklarida buni iliq sutga aralashtirib ichsa juda yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Chunki buni vazifasi bakteriya, viruslarga qarshi, gijjalarga qarshi ko'rsatadigan ta'siri juda yaxshi. Juda yaxshi. Rahmat, albatta ma'lum ma'lumotlar Iste'mol uchun. qiling. Mana tatib ko'ringlar. Qani. Sal achchiqroq ta'm beradi. Achchiqroqdan bor ekan. Lekin foydali, ha? Juda foydali. Juda foydali. Rahmat katta. Ishonamizki, teletomoshabinlarimiz uchun ham ushbu ma'lumotlar juda ham foydali bo'ldi. Albatta. Ishtirok uchun tashakkur izhor qilamiz va ana shunday inson salomatligini mustahkamlaydigan yangi bir ma'lumotlar bilan sizni studiyamizda kutib qolamiz. Rahmat kattakon tashrifingiz uchun.